Siz detektiv kabi fikrlay olasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring va javobni topishga harakat qiling. Bir kema halokatga uchrab, birgina erkak omon qolibdi. To'lqinlar faqat ayollar yashaydigan orolga eltib qo'yibdi. Erkak hushiga kelganda, ayollar uni qurbonlik qilish uchun tayyorlashayotgan ekan. Ular erkakka oxirgi so'zini aytishni taklif qilishibdi. U so'nggi so'zlarni aytgach, ayollar uni o'ldirish o'rniga qayiq yasab, oziq-ovqatlar bilan ta'minlab qo'yib yuborishibdi. Savol: erkak nima degan? George Smith yakshanba kuni tunda o'ldirildi. Bu paytda uyda 5 kishi bor edi. Janob Smithning turmush o'rtog'i, shaxsiy oshpaz, bosh xizmatkor, bog'bon. Detektiv ularning har biri bilan suhbat qilib, jinoyat sodir etilgan vaqt nima bilan shug'ullanayotgan ekanliklarini so'raydi. Shunda Smith xonim o'z xonasida kitob o'qiganini, oshpaz nonushta tayyorlayotganini, bosh xizmatkor hovlida gul ko'chatlarini qabul qilayotganini, xizmatkor idish-tovoqlarni yuvayotganini, bog'bon gullarga suv quyayotganini aytadi. Ushbu suhbatdan so'ng u darhol jinoyatchi kim ekanligini fosh etadi. Savol: Smithning qotili kim? Leonardo da Vincining oldiga juda ko'pchilik shogirdlikka olishini so'rab kelishardi va u shu rasmni ko'rsatib, bu yerda qanday xato qilganman deb so'rardi. Hamma siz xato qilmaysiz deb javob berar edi va shogirdlik ularga nasib qilmas edi. Savol: sizningcha xato qani? Suratda 18 va 19-asrlarda Angliyada bir kasb egalariga tegishli bo'lgan to'pponchani ko'rib turibsiz. Savol: to'pponchadan qanday kasb egalari, kimlar foydalangan? Eng kichik tafsilot ham ba'zida eng katta sirni ochadi. Diqqat bilan kuzatganlar har doim haqiqatga yaqin bo'ladi. Agar sizga shunday mantiqiy savollar yoqsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va keyingi jumboqlarni birga yechamiz. Keyingi sirli savolgacha, xayr.